Rahmat. Rahmat. Endi navbat 4-A sinf o'quvchisi Otabek Po'latovga. Assalomu alaykum. Bugun men shunday mavzuga qo'l urdimki, buni barcha sinfdoshlarimga, ota-onalarga aytib bermoqchiman. Men juda ham baxtli insonman, chunki men eng zo'r maktabda tahsil olaman. Nimaga deysizmi? Sababi biz bu yerda bir oilamiz. Ulardan biri o'rtog'im Bekzod. U darslarda ko'pincha menga yordam beradi. Lekin maktabimizni mendan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi. Men ham yaxshi ko'raman. Bekzod esa ancha g'amxo'r. Masalan, u oshxonada ovqatlanmasdan har doim pulini yig'ib, maktab uchun chiroyli gullar sotib oladi. Tanaffuslarda gullarga suv quyishni yaxshi ko'radi. Ustoz aytmasalar ham o'z xohishi bilan sinfda navbatchilikka qoladi. Mohibonu esa ko'pincha bizga oyisi pishirib bergan shirinliklardan olib keladi. Biz ularni mazza qilib paqqos tushiramiz. O'qituvchimiz Zumrad opa esa bizga juda ham mehribonlar. Ularni onamizdek yaxshi ko'ramiz. Har doim bizga xushmuomalalik bilan dars o'tadilar. Bizning sinfda Said ismli o'rtog'imiz bor. U juda aqlli va sabrli bola. Said maktabga kela olmaydi. Shuning uchun biz tez-tez ustozimiz bilan uni ko'rgani boramiz va ustozim Saidga dars o'tib beradilar. U hamma darslarida a'lo baholarga o'qiydi. Bitta Sherzoddan tashqari hammamizning baholarimiz 5. Mayli, Sherzodda ham 5 bahosi bor, faqat jismoniy tarbiyadan. Xullas, biz Zumrad opadek ustozimiz borligidan faxrlanamiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, ustoz. Maktabimizda qo'riqchi Farhod aka ham borlar. Ular maktabda eng muhim vazifalardan birini bajaradilar. Ya'ni keldi-ketdiga, begona odamlarni bizni maktabimizga kiritmaslikka, bizni tinchligimizga qaraydilar. Men 1-sinfga kelganimda ularni yaxshi ko'rib qolganman. Chunki oyim har doim meni olib ketishga kech kelardilar. Oyimni ham aybdor demayman, sababi ular qiyin ish ishlardilar. Shuning uchun oyimdan xafa bo'lmasdim. Qo'riqchi Farhod aka bilan ko'p suhbatlashardik. Ular menga yaxshi o'qishimizni, kelajakda vatanimizga sadoqat bilan xizmat qilishimiz kerakligini ko'p aytganlar. Aytgancha, so'nggi so'zim, kelajakda vatanimga sodiq xizmat qilgan holda general bo'lmoqchiman.